erkaklarni qarzga kirib ketishini sabablari juda ham ko'p, lekin asosiy boshlang'ich sababi ota-ona qarzdorlik hissida katta qiladi. Ya'ni sendan umidim katta, sendan kutganlarim katta, men seni katta qilyapman, men seni boqayapman degandek minnat nazari bilan katta qilish orqali bolani ongida har doim qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Va bu qarzdorlik hissi turib ahyonda bezovta qiladi. Va albatta insonda maqsad bo'lmagandan keyin kirib kelayotgan pulni qayergadir baribir joylashga yo'naltirish kerak. Birdaniga qarzga kirib ketmaydi-ku erkak kishi. Kattaroq pul topish, kattaroq yaqinlarini quvontirish, ota-onasini o'sha yasab qo'ygan katta o'sha chuqurligini to'ldirish uchun qarz olishni boshlaydi, ehtiyojlarini to'ldirishni boshlaydi, kreditka narsa olib boshlaydi. Ya'ni bu yerda undan kutuvi katta bo'lgan insonlarni quvontirishni xohlaydi orqa fonda. Va ichida juda chuqur aybdorlik hissi bo'ladi. Rostdan meni tug'ilganim, meni o'sayotganim, meni rivojlanayotganim ota-onamga tashvish bo'ldi, ota-onamga muammo bo'ldi. Buni men endi kerak bo'lsa qarzdorlik bilan bo'lsa ham yopib berishim kerak. Aynan mana shu qarzdorlik hissidan erkaklarimiz yillar davomida chet elda ishlab ham qiynalib uy orttirishgan. Ya'ni bitta uy savolini hal qilish yoki o'sha birlamchi moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun juda ham ko'p umri va vaqtlarini sarflashyapti. Oqibatda yana oxir oqibatda qarzdor bo'lib qolaverishyapti. Aytganimdek, bu ota-ona va bola o'rtasidagi nosog'lom munosabatdan kelib chiqadi. Ota-onadan uzilgandan keyin endi bu qarzdorlik hissi kimdandir qarzdorlik hissiga ko'chib qolaveradi. Qachonki inson o'z ongi va tafakkurini rivojlantirib, mana shu aybdorlik hissi deymizmi, qo'rquv, o'sha ota-onani kutuvidagi hislar bilan ishlab ongini o'stirmasa, qarzdorlik hissidan chiqmaydi. Yana o'zini qayta qarzdorlikka tiqishi mumkin. Qarzdorlikni batamom yopish uchun bugungi kunda juda ham jamiyatimizda erkaklarda, ayollarda aktual savol bo'lib qoldi bu qarzdorlik, kredit savollari. Bu savollarda biz faqat ongimizni o'stirib chiqib keta olamiz. Bo'lmasa, bu shapkani olib, bu shapkani yopadigan bo'lsak, bu muammo kattalashishi mumkin xolos, lekin bartaraf bo'lmaydi. Muammo to'la-to'kis bartaraf bo'lishi uchun ayol ham, erkak ham o'z ongini o'stirishi va shu ota-ona bilan to'g'ri separatsiya qila olishi, o'zini ehtiyojlarini to'g'ri tahlil qila olishi va shundan kelib chiqqan holatda to'g'ri harakat qilishni o'rganish kerak bo'ladi. Bizda juda ham ko'plab ilmlar yetishmaydi-da, aynan pul bo'yicha, pulni to'g'ri sarflash bo'yicha, pulni ko'paytirish bo'yicha bilim yetishmaganligidan xalq va ko'pchilik pul bo'yicha bilim yetishmaganlar bugungi kunda qarzdorlik savolidan qiynalishyapti. Qarzdorlik va kreditdan xalos bo'lish uchun izohlarda dars so'zini yozib qoldiring, biz sizga sovg'a darsligimizni taqdim qilamiz.